Ona bola sigir so'ragan aka-ukalarimizga Surxondaryo Denovda ona bola sigirlarimiz sotiladi. Biz xudo xolasa izlanishda davom etyapmiz. Yangilikda buyoqqa xudo xolasa aksiya bo'ladi mana. Yangiligimizni birinchi aytib o'tayotganimiz mana xudo xolasa managa mollarni boylashga uskuna yasadik-da, temir. Ushlab turmaydi endi hech kim. Sharoitlarimizni endi rivojlantirmoqdamiz. Ha, vodiylik aka-ukalardan bir motivatsiya olib turibmiz, ozgina energiya. Xudo xolasa mana shu ona bola sigirimiz. Bahrom polvon, nech pul ona bola sigirimiz? Birinchi qori. Birinchi bolasi. Bola erkak. Uzukni ko'zday mol. 33 million kam bor aka. 33 million so'm deyapmiz. Kam bor, mana ola. Birinchi bolasi, bolasi yonida. Ha, o'tkiz aka. Yana qochgan videolari ham bor aka, qo'yib beraman. Ikkinchisiga qochgan syomkalari ham bor ekan. Xudo xolasa mana bolasi bilan tanishtiring degan aka-ukalarga mana bolasi. Bolasi erkak mana o'kichi. Bolasi necha kunlik? Aka biz ham 1 oylik bo'ldi, lekin bir 10 kun hafta bo'ldi aka, o'tkizga qo'ygan videolari bor, qo'lni ko'rsatdi. 33 million so'm kam bor. Ikkinchi sigirimizchi. Bu ham birinchi bolasi aka. Uzukni ko'zi, nech pul uzukni ko'zi bular? 27,5 million kam bor aka. Nechta suti bor buni? 5 ta 6 ta oldi. 5 ta 6 ta, 10 ta 20 ta deb hammani ahmoq qilmaymiz. 6 ta olsin aka. 5 ta 6 ta sutga. Buni bolasi urg'ochi. Ha, buni ko'rg'ochi aka. Urg'ochi mana bolasini holati o'ta go'zal. Bu sigirimiz nech pul bu? Aka bu 3-qori. 10 ta 12 tagacha sut beryapti. 8 ta olsin aka. Endi kim bilan qanday qaraydi, qanday qo'yadi uni. Mana shu savollarga, Shu savosiga 8 ta olsin aka. Ishini ham ko'rsat. shuni 8 ko'rsat. ta olsin. Narxi aka 26 million so'm. Hozirroq kam bor aka. Qiziqqan aka-ukalar mana. Molimizni holati. Bolasini ayting polvon. Bolasi 5 kunlik aka. Bolasi 5 kunlik. Urg'ochi aka. Urg'ochi mana buzoqcha. Narxi qancha buni? 26 million kam bor deyapman. 26 million so'm kam bor mana. 4 ta suskasi ishlaydi. Qiziqqan aka-ukalarga. Bu sigirimiz nech pul? Aka buni 25,5 million chinoch. Shuni oching Buni polvon. ham aka 8 ta sut olaversin aka. 25 million 500 ming deyapmiz. 8 sutga garantiya mana. Tishlarini ko'rsatamiz. Tishlari mana pakidek. Lezov yotdi. Bolasi mana yonida. 3 kunlik aka. 3 kunlik buzoqcha. Nechinchi bolasi? Urg'ochi. Sigir o'zini bir yeching-da. Sigir o'zi neching polvon? Yuvosh tepmaydi. Aka uyga borib. Karatingiz emas. Sovuq ko'rgandan keyin pul bersin aka. Bolasini tortingchi polvon, radniy o'zini bolasimi? Ipini qo'yyor polvon. Gap yo'q mana, o'zini radniy bolasi. Narxi qancha buni? 25,5 kam bor. 25,5 million so'm shu ona bola sigirimiz kam bor mana. Bolasi o'ziniki radniy. 8 tadan bir qoshiq ham bermaydi. Bu sigirimiz nech pul? Buni ham 25,5 kam bor aka. 25,5 million so'm cho'rni postra buzoqchasi mana urg'ochi. Bir haftalik buzoqcha. Polvon tishini ko'rsating, qiziqqanlar. Qari mol beryapsan deydi. Mana tishlari qiziqqan aka-ukalar 25,5 million so'm deyapmiz, kelishtirib beramiz. Nechta suti bor buni? Aka 6 ta sut olsin. 6 ta sutga garantiya. 6 ta 7 ta olsin. Mana sigirimizning holati mana mayda olsan, uzoqdan olsan deydigani mana yonida mana uzoqdan olib ko'rsatamiz mana. Sigirimizning holati o'ta go'zal. Puli yengillidan deganlargacha. Ekoni bir joyga olaman degan odam 20 milliondan kam bor aka. 20 million so'mdan kami bor. Bonusiga. 3-bolasi, 1-bolasi erkak buzoq aka. Buni bolasi erkak, ha? Buni 19 ga ham berasiz. Aka muomala qilsa 15 ga ham beraman. Oshmasin, gap muomalada. Qiziqqan aka-ukalar 99 kodi bilan 3 ta 7 Hammasini bir joyga olaman degan odam bo'lsa aka Surxondaryoni Luboy joyiga biz bilan olib boraman aka, dastlabkasi. O'zbekistonga 170 million bersin, hammasini olib borib beraman. 170 million so'm aksiya 7 ta ona bola sigirimizga. O'zbekistonda Luboy tochkasiga olib boraman. Toshkent, Vodiy qizig'i yo'q. Qiziqqan aka-ukalar 99 kodi bilan 3 ta 7 04 46 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar.